Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolisa navbatdagi obyektimiz ham bitdi. Bu obyektimiz 4 oy bo'ldi. 3 ga 25 joyga qilib berdik. Ko'rib turganlaringizdek 100% bozor profilidan kraskalarigacha xudo xolisa chiroqli qilib berdik. Ko'rib turibsizlar. Oddiy fasonda xudo xolisa chiroqli holatda bo'ldi. Kimga mana shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xudo xolisa materiallarimiz bozor profilidan ulama joylari yo'q. Bundan tashqari katta ob'yomli so'rtaylar ham bo'ladigan bo'lsa, zumtoshlar ham bo'ladigan bo'lsa, naveslar bo'ladigan bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolisa chiroqli holatda qilib beramiz. Uyga yarashtirilgan holatda klientning xohishiga qarab qilib beramiz. Aloqa chiqarasizlar. Kraska kuniga xudo xolisa podключить kvadratiga gaplashilib, xudo xolisa kvadrat 80 ming, 90 ming, 70 minggacha, xudo xolisa 70 mingdan 90 ming so'mgacha holatlarini keltirib chiroqli qilib beramiz. Kraskasigacha podключить